Sotuvda Equinox'imiz bor. Yil 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza. Oldi kapot faralari broni plyonka qilib qo'yilgan. Mashinamizga Mers Hadovoy 4 ta yangi yumshoq balon, paroglar qo'yilgan. 11 oy tonirovka raz shinalari bor. Salonlarni ham ko'ramiz. RS pozitsiyada. Salon torpedkalari motivi bo'lib turibdi. Probeglari 49 ming. Antiradar, video registratorlari hammasi birga qo'shib beriladi. Hech nima yechib qolinmaydi mashinamizda. Sassiyanalari ideal. Bagajlarni ham ko'ramiz. Bagajlari ham tiniq turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Yuqortirilmagan. Idealni sassiyanada bir qo'l minilgan mashina. Bu mashinamizning narxini 26.500 AQSh dollarida baholadik. Naqdga savdosi bor. Avtokreditga chiqadigan narxlarni video davomida qo'yib qo'yamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Murojaat uchun pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.